Salam qadirli qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Amanlar bir hafta yaxshi o'tkazdinglarmi? Bugun biz olamning yaratilishi 37-bob, ya'ni Yusuf payg'ambar qismi ekanlik. Bugun shu Yusuf payg'ambarga oid mazmun ko'rib o'tmoqchi. Oldi bilan olamning yaratilishi 37-bobni o'qib chiqaylik. Yaqub o'z otasi turgan Qanon rayonida o'ltiraqlashib qoldi. Tuvandikilar Yaqub oilasining ish izlaridir. Yusuf 17 yoshlik yigit bo'lib, hamisha otasining kichik xotinlari Bilha va Zilpaning o'g'illariga yordamlashib qo'y baqqal chiqardi. U akalarining qilgan yomon ishlarini otasiga ma'lum qilib turardi. Isroil Yusufni boshqa o'g'illardan alohida yaxshi ko'rardi, chunki Yusuf uning qiyrigan vaqtida topgan bolasi edi. İsrail Yusufga bir alaton tiktirib berdi. Yusufning akalari otasining Yusufga o'zlarining amroqligini ko'rib, enisiga shunchalik o'shmanlik qiladiki, hatto uningga siliq gapmi qilmaydi. Bir qatim Yusuf bir tush ko'rdi. U bu tushni akalariga aytib bersa, ular uningga burunqidan o'sh bo'lib ketdi. U quloq selinglar, ko'rgan tushimni sizlarga aytib beray. Biz hammaylan etizi bug'doy bog'layotgandekmiz. Mening bog'lagan bug'doyim tiklanib tuz turg'idek. Sizlarning bog'laganlaringlar meningkining atrofida beshini egib ta'zim qilib turg'idek dedi. Akalari uningdan, "Sen podshoh bo'lib bizga hukmronlik qilmoqchimi?" deb so'radi. Yusuf tushini akalariga o'rib berganligidan ular uningga texmi o'sh bo'lib ketdi. Keyin Yusuf yana bir tush ko'rib, unimi akalariga aytib berib, ularga "Men yana bir tush ko'ribdiman. Tushimda quyosh, oy va 11 yulduz menga ta'zim qilib turg'idek" dedi. Yusuf bu tushni otasiga aytib berdi. Otasi uni ayblab, "Qanday tush bu? Sen anang, akalaring va mening sana bosh egib ta'zim qilishimizni o'ylamsan?" dedi. Buning bilan Yusufning akalari uningga intayin hasad qilishadigan bo'lib qoldi. Lekin otasi bu ishni ko'ngliga bukib qo'ydi. Bir kuni Yusufning akalari Shakandagi yaylaqqa otasining qo'ylarini baqilib borgan edi. İsrail Yusufga, "Akalaring Shakamda qo'y vaqiyotdi. Sen ularning yeniga berib yo'qlab kelgin" dedi. "Ma'qul, baray" deb javob berdi Yusuf. Otasi uningga, "Sen akalaringning va padalarning omon eson yoki emasligini ko'rib kelib, menga xabar qilgin" dedi. Buning bilan otasi Hebron jilg'isidan uni yo'lga soldi. Yusuf Shakamga berib, dalada akalarini izlab yurganda bir kishi uni ko'rib, "Kimni izlaysan?" deb so'radi. "Akalarimni izlayapman. Ularning qayerda qo'y beqiyotganligini aytib bersangiz" dedi u. U kishi, "Ular ketib qoldi. Ularning do'tanga bormoqchi bo'lganligini angladim" dedi. Shuning bilan Yusuf akalarining kaynidan mengib, ularni do'tandan topdi. Ular Yusufni Iroqdan ko'rib, u yetib kelguncha maslahatlashib, uni o'ldirmoqchi bo'lishdi. Ular o'zaro yelga tushib bergapti. "Bundaq qilayli, biz uni o'ldirib, o'ligini suya qurib ketgan quduqqa tashlab etib, yirtqich hayvon yeb ketibdi deyli. Qani uning tushining amalga oshganini bir ko'rayli" deyishdi. Ularning suiqasdini anglagan Ruben Yusufni qutqiza olmoqchi bo'lib, "Uni o'ldirsak bo'lmaydi. Uni zaxmlantirmay, cho'ldagi bu suya qurib ketgan quduqqa tashlasak bo'ladi" dedi. Uning bundaq deyishiga maqsad keyin bir amal qilib Yusufni ularning qo'lidan qutuldirib otasiga qaytarib berish edi. Yusuf akalarining yeniga kelish bilanla ular uni tutib uchisidagi alatonni soldirib elib, uni bir suvsiz quduqqa tashlabdi. Ular tamoqqa o'ltirganida bir to'p Ismoil savdogar karvonining Gileaddan Misr taraf ketayotganligini ko'rdi. Ular to'galarga dori-darmon, malham va murmakkalarni ortib kelgan edi. Yahuda o'z qarindoshlariga, "Biz o'z inimizni o'ldirib, jinoyatimizni yoshirishimizning foydasi nima? Uni o'zimiz qo'l selib o'ldirganimizdan ko'ra, Ismoillarga setayotganimiz tuzuk. U qandaqli bo'lmasin bizning inimiz, bizning qon qarindoshimiz" dedi. Qarindoshlari bunga qo'shildi. Shunga Mediandan kelgan Ismoil qabilasidagi savdogarlar u yerdan o'tganda Yusufning akalari uni quduqdan chiqarib 20 kumush tangaga baholashib Ismoillarga setayotdi. Bu kishilar Yusufni Misrga elib ketdi. Yusuf savdogarlarga setilganda Ruben yo'q edi. U qaytib kelgandan keyin quduqning yeniga berib, Yusufning yo'qligini ko'rib, echingan holda kiyimlarini yirtib, qarindoshlari turgan yerga berib, "Yusuf yo'qtirdi, uyga qanday boraman" dedi. Buning bilan ular o'chkidan birini bo'g'izlab, Yusufning alatonini o'chkining qiniga meylab, otasining oldiga borib, "Biz bu alatonni tepib oldik. Bu Yusufning qandaq" dedi. Yaqub butonni tunib,
Bu mening o'g'limning u jazman yetqish hayvonlarga yem bo'pti dedi. Yaqub hasratda kiyimlarini yirtib tashlab, matam kiyimini kiyib, o'g'li uchun uzungacha hazi tutdi. Uning qiz o'g'illarining hammasi uningga tasalli berisimi qabul qilmadi. U men taki o'lgucha o'g'limga hazi tutaman dedi. U o'g'li Yusuf uchun davomli hasrat chekdi. Shu orliqda Mediandan kelgan ilg'i savdogarlar Yusufni Misrga olib borib, uni podshohning bir amaldori, yasovullar boshlig'i Potifarga setib etgan edi. Xo'sh qarindoshlar, biz avval oldingi bob, ya'ni oldingi mazmunlarni bir qatim takrorlab o'tsak, 36-bobda albatta Aysoga oid mazmunni ko'rib o'tgan, ya'ni Xudoning irodasiga, ya'ni ahdisiga bog'lanmaganlarning hayoti deb. Ahdisiga bog'lanmaganlarning hayoti bilan Xudoning ahdisi, ya'ni Xudo o'zi tanlab olgan, chaqirib olganlarning hayoti qanday bo'ldi deb turib farqlantirishga, ya'ni o'xshamagan ikki yo'ldagi, ya'ni birisi Xudoning yo'li, yana birisi yer yuziga mansub bo'lgan inson o'zining yo'liga mangan, ya'ni insonning yo'li, dunyoning yo'liga mangan ikki xil yo'l. Shuna ikki xil yo'ldagi hayotlikni biz bir qatim ko'rib o'tgan. Ya'ni Yaqubning, ya'ni uning oldingi bobda bo'lsa Yaqub qiynatisi, ya'ni nimasining ayollarni, bolalarni elib, ya'ni otasining Isoqning yeniga qaytib kelib, otasi Isoq vafot bo'lgandan keyin uni dafn qilib degan o'sha shuna voqealarni biz ko'rib o'tgan edik. Endi Yaqubning voqeasi mushu yergacha markazlik oladi. Ya'ni Yaqub bosh personaj bo'lgan, bosh personaj qilib albatta tasvirlangan voqealik mushu yergacha keyin endi azroq chiqadi. Lekin bugungi 37-bobdan boshlanib, mushu olamning yaratilishi toki oxirgi qismigacha bo'lgan voqealikda asosan Yusuf bosh personaj bo'lib tasvirlandi. Biz Yaqubga asosan biz ko'rib o'tadigan bo'lsak, ya'ni Yaqubni nihoyatda biz uniki qanday odam ekanligini biz biroz tasvirlab yurib ko'rdik. Yaqubning ish izlarini, hayotini, uning o'zgarishiga oid mazmunlarni biroz shuna tasvirlab turib ko'rdik. Biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni mushu yergacha bayam dedik, Yaqubning ishlari, ya'ni Yaqubning ishlari mushu yergacha markazlanib qoldi, so'zlandi dedik. Biz qaraydigan bo'lsak, ya'ni Xudoning ahdisi, ya'ni Ibrohimga bergan va'dasi, ahdisi Isoqqa ulanganligi keyin va Yaqubga ulanganligi, ya'ni shu Yaqublarga, ya'ni qanday ulanib manganliklari, ularning hayotini o'zi qanday amaliylashmayotganligini biz izchil ko'rayotgan edik. Ya'ni Isoqdan keyin Yaqubga dedik. Yaqubdan keyin biz Xudoning Ibrohim bergan men sening urug' avlodingni cho'ng bir xalq qilaman degan avlodi. Hozir ya'ni Yaqubga kelgan vaqtida qanday qilib texmi kengayganligini, texmi amaliylashib konkretlashganligini biz yana ko'ra olamiz. Ya'ni cho'ng bir xalq, cho'ng bir millat, ya'ni bir xalq qilish uchun bo'lish uchun qanday bir cho'ngayganligini, konkretlashganligini biz yana ko'ra olamiz. Chunki Yaqub payg'ambardan keyin, ya'ni Yaqubning bolalari, ya'ni o'g'illari va qizi, ya'ni Yaqubning bolalariga kelgan vaqtida Xudoning ahdisi faqat bir odamga markazlashmasdan, ya'ni İbrahimning o'g'illarining ichida, ya'ni va'dasi bilan tug'ilgan Isoq, ya'ni Xudoning va'dasi bilan tug'ilgan Isoqqa ulangan edi. Xudoning ahdisi Isoqning ikki qo'shkezak o'g'illarining ichidan Yaqubga ulangan edi. Xudoning va'dasi, ahdisi, ya'ni Asavni emas, balki Yaqubni tanlab olganligini, ya'ni Xudoning ahdisining Yaqubning ustida ekanligini biz ko'rib o'tgan edik. Endi Yaqubdan keyin Yaqubning farzandlarining ustida Xudoning bu ahdisi, bu ya'ni Ibrohim ahdisi, Isoq ahdisi, endi Yaqub kelgan bu ahdining Yaqubning butun bolalarining ustida ekanligini biz ko'ra olamiz. Chunki İsraillarning 12 qabilasi dal shu Yaqubning 12 ya'ni Yaqubning farzandlarining nomi bilan atalgan. Hamma shu Yaqubning farzandlari bilan cho'ng bir xalq bo'lib İsrail xalqi bo'lib kelib chiqadi emasmi? Ana shundaq Xudoning shu va'dasining qanday qilib texmi cho'ngayib, kengayib, konkretlashganligiga oid mazmunlar asta-asta shundaq taraqqiy qilib mang'yotdi, biz diqqat qilib kelsak. Shundaqla biz tasvirlab qo'ygan, ya'ni Yaqubmi, ya'ni biz Yaqubni nihoyat aniq dedik, ya'ni fursatparast, aldamchi deb kelib. Balkim biz burun sizlar qanday bilmadim, burun biz masalan islomning muhiti bilan, ya'ni biz islomda olgan ma'rif, ya'ni islomdagi tarbiya bilan ko'rgan vaqtimiz biz payg'ambarlarni qilchi nuqsonsiz, ya'ni nuqsonni qat'iy biz tasvirlamaydik-da vaqtimizda. Mukammal, shu qadar oliyjanob kishilar, shu qadar yaxshi kishilardek tasvirlab nima qilardik-da. Lekin
bu asli yani bizning muqaddas kitobimizda inson tabiatining naqadar razilligi bo'yicha har bir insonning mayli payg'ambarlar bo'lsin, mayli kim bo'lsin, hammasining shu gunoh, shu razillik ichida qanday bir razilliklarning ularning tabiatida mijiz xarakterlari qanday singib ketganliklari shu aynan holatda tasvirlanganini dal xudoning shu bizga ko'rsatib berayotganlari dal shu payg'ambarlar bo'lsin, mayli xalqlar bo'lsin, hammasining ustidagi shunday inson tabiatidagi gunohkor holatni bizga tasvirlab bera oladi. Şunun o'xshash mana shunday inson mana shunday gunohkor bo'lganligi uchun xudoning oldida gunoh qilib gunohning yamirganligi tufaylidan gunohning insonlar orasida ya'ni odam bilan havondan davridan boshlab insonlar orasida gunoh yamirganligi uchun xudoning insonlar uchun qanday qutqizish faoliyatini ya'ni qanday qutqizish planini irodasini qanday qilib insonlar orasida qanday yetaklab qanday yurgizib qanday amalga oshirganliklariga oid mazmunlar dal shu bizning ko'rib o'tgan, anglagan shu barliq kitobdagi muqaddas kitobdagi barliq mazmunlarni ham biz o'zimiz ko'rib o'tgan. Shunga o'xshash biz Yaqubnimi ana shunday ya'ni fursat beras aldamchi deb otasini aldidi. Anasi bilan til biriktirib otasini, akasini aldab, keyin Labanning ya'ni qaynotasi Labanning uyiga berib o'zi aldini degandik. Şuna bir vaqalarni, şuna bir ishlarni bizdan kechiradi. Bugungi vaqalar ustida hatto o'g'illari tarafidan qanday olindiganligiga oid mazmunmi bor. Ya'ni demoqchi bo'lgan nima desa, mayli payg'ambarlar bo'lsin, mayli men bo'lay, mayli siz bo'ling, biz hammamiz o'xshash Xudoning oldida gunohkor. Bizning Xudo tarafidan tanlanishimiz, Aysa Masihning bizni chaqirib, bizni o'zining qini bilan bizni poklab bizning Xudoning oldiga elib kelishi bu hargiz bizning yaxshiligimizdan yoki bizning yaxshi odam bo'lganligimizdan yoki bizning bir yaxshi ishlarni qilganligimiz, yaxshi o'ylan qilganligimiz uchun emas. Bu faqat Xudoning iltifoti deya olamiz. Ya'ni Xudo o'zining iltifoti bilan bizni o'zi tanlab olgan. Biz Yaqubning hayot orqali ham ko'ra olamiz. Biz tug'ilishimizdan burunla Xudo bizni o'ziga tanlab olganiga o'xshash. Shunga o'xshash mayli men bo'lay, mayli siz bo'ling, har birimizning shunday bir nuqsonlari, gunohkor tabiatlarimiz bor. Shuning uchun Ayso Masih bizning uchun keldi yer yuziga. Shuning uchun Ayso Masih bizning uchun kirskimaqlanib qurbon bo'ldi, pido qildi o'zining hayotini. Shuning uchun biz Ayso Masihga har kun, har vaqt, har minut muhtoj. Shuning uchun biz o'zimizni Ayso Masihga qarab, Ayso Masihning taqan iltifoti bilan, Ayso Masihning bizga sungan marhamati bilan biz o'zimizni isloh qila olamiz. Xudoning yordami bilan Xudo o'zi bizni o'zgartiradi. Xudoning so'zi orqali biz o'zimizni o'zgartiramiz. Shuning uchun biz har kun Xudoga muhtojmiz, Rabb Aysoga muhtojmiz. Bu orqali ya'ni Yaqubning hayot orqali biz endi bilan xulosalaymiz desak, ya'ni Korinliklar yozilgan xat birinchi bob, ya'ni birinchi Korinliklar yozilgan birinchi xatning birinchi bob 26-29 oyatlar qarasanglar, Rabb Aysoning kelishidagi Xudoning Rabb Ayso orqali amalga oshirgan donoligiga oid mazmunlar so'zlandi. Ya'ni insonlardagi masalan grehlar bo'lsa ilm nimani donolik deb qaraydi. Yahudiylar bo'lsa nimani bema'nilik deb qaraydi degan o'xshash. Biz bularni faqat kitob orqali Yahudiylar ashnagan grehlar ashnagan deb qara olmaymiz. Bu o'zimizning hayotimizga ham tatbiqlandi degan o'xshash. Biz endi bu Korinliklar yozilgan xatdagi nima orqali ya'ni biz Xudo tarafidan ya'ni bu yerda Xudo tarafidan chaqirilgan vaqtinglardagi ahvolinglarni eslab ko'ringlar deydi. Ko'pchilikinglar bu dunyoning o'lchami bo'yicha qaraganda aql, kuchlik yoki aksiyonlardan emas edinglar. Lekin Xudo bu dunyoning o'lchami bo'yicha ana shu aql sanalganlarni xijolatga qoldirish uchun insonlar ichidagi nodon hisoblanganlarni tanladi. Ya'ni bizning Xudo tarafidan tanlab olganligimiz biz yaxshi bo'lganligimiz uchun emas. Va yoki biz alohida aqlliq, dono bo'lganligimiz uchun emas. Va yoki biz oqso'ngak baylar qatorida bo'lganligimiz uchun emas. Xalqlarga ya'ni ko'rangan, nom shahrat qozongan shunday kishilar bo'lganligimiz uchun emas. Biz balki insonlar orasida biz hammamizning o'zimizning ana shunday ojizliklarimiz, nuqsonliklarimiz bo'lganligi tufaylidan bizning shu ojiz hisoblangan bizni, nuqsonimiz ko'p hisoblangan bizlarni Xudoning tanlab olishidagi sabab bo'lsa, bu dunyodagi ana shu bu dunyodagi kuchli hisoblangan, aql sanalgan shularni xijolat keltirish
xijolatga qoldirish ekanligini biz yana ko'ra olamiz. Shuning uchun biz ana shu nuqsonlarimiz orqali, kamchiliklarimizni orqali, uni Xudoning so'zi orqali, Xudo bilan, Rabbi Isoning iltifoti bilan biz shu ojizligimizni aksicha kuchli qilib o'zgartgan vaqtimizda bizning qanday o'zgarganligimiz, bizning shu qanday o'zgarib, qanday bir cho'ngib manganligimiz, qanday o'zgarib, qanday bir yaxshilanib Xudo tarafidan qanday bir yetanib ma'notganligimizni boshqalar ko'rgan vaqtida Xudoning qilayotgan ishlarining, Xudoning bizning ustimizda hayotimizda qilayotgan ishlarini boshqalar ko'rib, albatta hammasi Xudoni madihlab, ta'riflaydigan bo'lganligi uchun Xudoning bizni tanlaganligini shu ko'rinliklar yozilgan birinchi xat orqali ham ko'ra olamiz. Ham shundaqla bizning qilayotgan ishlarimiz balkim ba'zilarga nisbatan nihoyat ojiz, nihoyat behuda, nihoyat kichik ishlar hisoblanishi mumkin. Lekin bu bizning qilayotganlarimiz ojiz, behuda emas, balki ahamiyatsiz emas, qadrsiz emas va yoki ko'zga ilmaydigan ishlar emas, balki ya'ni dunyoning odamlari balki bizning qilayotgan ishlarimiz ahamiyatsiz, qadrsiz deb qaragan bilan Xudoga nisbatan, Xudoning haqiqat yo'lida bo'lsa, bu ishlar bo'lsa, Xudoning qilayotgan ishlari, Xudoning qudratini, kuchini, aql parostini, donoligini namoyon qiladigan shunday ishlar ekanligini ko'z tutish uchun shunday ishlarni bizni qilishga yetakliligini biz ham ko'ra olamiz. Ya'ni buningdagi maqsadni biz ko'rinishlarga izlangan orqali ham ya'ni Xudoning oldida hech qanday qadam o'zing kuchi, aqli orqali qutqizildim deb emas. Ya'ni men yaxshi bo'lg'achqa Xudo meni tanladi, men yaxshi bo'lg'achqa, men kuchli bo'lg'achqa, men aqlli bo'lg'achqa Xudo meni o'zining yo'lida tanladi, o'zining yo'lida mang'uzdi deb maqtanish uchun emas, balki Xudo o'zining kuch qudratini bizning ustimizda namoyon qilish orqali, bizning kuch ustimizda, bizning hayotimizda o'zining qudratini namoyon qilish orqali atrofimizdagi boshqalarga o'zining nurini, kuch qudratini namoyon qilish ekanligi uchun bizning tanlaganligini biz ham bu ko'ra olamiz. Yaqubning hayoti orqali ham biz ham shuni ko'ra olamiz. Yaqublar emas, muqaddas kitobdagi barliq payg'ambarlar, masalan, Yaqub bo'lsin, mayli bugun so'zlanadigan Yusuf bo'lsin va yoki keyingi Musa bo'lsin, Misrdan chiqishning vaqtimiz biz Musaning qanchalik qo'rqinch, qanchalik ajiz ekanligini biz ham ko'rib o'talaymiz. Ham keyin Davud payg'ambar bo'lsin, Davudning bu naqadar shaxsiyatchi, naqadar bir shu qadar kamchilik bir taraflarni, shu qadar gunohni, shu qadar cho'ng bir gunohlarni qilganliklarini biz shu Davud payg'ambarniki Samuel qismlari bo'lsin yoki zaburlarni biz amdan kuzatib tahlil qilib cho'nqur tafakkur qilgan vaqtimizda Yaqub payg'ambarning naqadar gunohkorlik taraflarining borlig'ini biz ham ko'rib o'talaymiz. Demakki nima desa, mayli payg'ambarlar bo'lsin, mayli biz bo'layli, bugungi biz bo'layli, biz faqat Xudoning iltifotiga erishgan, Xudoning marhamatiga erishgan odam bo'lganligimiz uchun Xudo o'zining kuch qudratini, ulug'lig'ini bizning ustimizda namoyon qilayotganligini. Shuning uchun biz har kun Xudoning iltifotiga, marhamatiga muhtojligimizni, har kun Rabbi Isoning shu qudrati bizga atagan mehr shafqati bilan qanday o'zgarishimizning muhim lozimligini biz ham bu orqali ko'rib o'talaymiz. Yaqub payg'ambarning hayoti orqali endi buni deyishga maqsad men Yaqub payg'ambarniki balkim sizlarga yangilik bo'lishi mumkin. Sizlarning nimanglarda, jamoatlaringlarda Yaqub payg'ambarning kamchiliklarni sizlarga udul-mudul damni bilmadim. Men sizlarga aniq qilib buning kamchiliklarini dedim. Ham buningkimi barliq payg'ambarlarniki nimasini biz, chunki biz muqaddas kitob orqali qaysi ishlarning qanday ekanligini biz baholay olamiz, ya'ni farqlantira olamiz. Shuning uchun biz farqlantirib mangishimiz uchun ham shundaqla ularning so'zlarini qilish, ularning shu ishlar hayotini so'zlash orqali o'zimizning hayotiga tatbiqlab, o'zimizning qanday qilib Xudoning so'zi bilan yengilib isloh qilib mangishimiz uchun bularni men deb mangdim. Shuning uchun shu muqaddas kitobdagi shu so'z, ya'ni ko'rinliklar yozilgan birinchi xat orqali shu nimani yakunlab qo'ymoqchi, xuloslamoqchi bo'lib qoldim. Xo'sh, bugungi mazmunga qarasak, ya'ni Yusuf va qarindoshlari orasidagi bir ziddiyat orqali bugungi mazmun boshlandi. Ya'ni buningdagi ziddiyat orqali biz Yusufning ham
qandaq odam ekanligini biz bu yerda ko'rib o'talaymiz. Bugun 37-bob bo'lsa ikki abzasga bo'lindi. Birinchisi bo'lsa Yusuf va uning qarindoshlari orasidagi munosabat. Ya'ni ular orasidagi ziddiyatli bir xil munosabatning mavjudligini oldingi mush abzas orqali ko'rib o'talaymiz. Ikkinchi abzas bo'lsa Yusufning ana shu ziddiyat piltisi orqali qanday qilib Misrga bag'anligiga, Misrga setilib shu podshohning amaldori, ya'ni Potifarga setilib, ya'ni Potifarning uyiga kelganligiga oid mazmunni ko'rib o'talaymiz. Endi bunda biz hozir Yusuf va qarindoshlari va uning Yusufning ya'ni boshqa ya'ni akalar tarafidan setilib Misrga bag'anligi bunday deb biz vaqalik bilan bunday qaragan bilan biz butun muqaddas kitobni tushuna oladigan, bilgan, o'qigan, bu mazmunni o'qigan odamlar bo'lib sifatimiz bilan Xudoning Yusuf va uning akalar orasidagi ziddiyatni qandoq, ya'ni bularning akalar orasidagi ziddiyatni qandoq yo'l qo'yib, yani bu ziddiyatga qandoq yo'l qo'yib va akalarning Yusufni hatta ya'ni Ismoillarga setib etilishiga yo'l qo'yib va Yusufni yani shundoq akalarning qo'li orqali, Ismoillarning qo'li orqali oxiri o'zining irodasi bo'lgan yani shu Misr zaminiga qandoq qilib elib borganligi. Hem şu Mısır zamanında ve ahir kısımları, yani 38. babının ahir kısımlarında bo'lsa, hazır demek olan yani Mısır zamanında Xudoning Yusufni qanday qilib o'zining irodasi bo'yicha uni pishildirib, tavlab, o'zgartib, o'zining shu Yusufning ustida amalga oshirmoqchi irodasini mas'ul bo'la oladigan, ya'ni irodasini amalga oshirish uchun shuni qila oladigan holatda shuna pishilib yetildiradigan shuna bir jarayonlarni qanday ilib borganligiga oid mazmunlarda shu 37-bobdan oxirgi bir mazmunlarga qadar bor. Shuning o'xshash biz Xudoning bu shu voqealar haqida qanday xizmat qilayotgan, nimalarni amalga oshirayotganligini biz ham bir tarafdan o'ylanib mingishlik masala. Bir tarafdan albatta Yusuf va uning asli tekstdagi mazmunlarni tahlil qilish bilan birlikda yana mushu tekstning haqidagi Xudoning bular orqali, mushu voqealar orqali, mushu ishlarning Yusufning hayotida yuz berishiga yo'l qo'yish orqali Xudoning amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlari nima degan narsalarni biz ham ko'rib o'talaymiz. Bizning hayotimiz ham shundoq. Xudo bizning hayotimizga har bir ishlarni zanjirga o'xshash, ya'ni zanjir bilsizlar, yumaloq tugullar o'zaro kirishib uzun bir zanjirni hosil qildi. Shu zanjirga o'xshash bugungi bir tungulak, atidagi hayotimizning ishlaridagi bir tungulak va burungi o'tgandagi hayotimizning ishlarimizdagi tunguliklar hammasi qanday qilib zipchalashib, ular qanday qilib birikib bir butun zanjirni hosil qilganga o'xshash. Ya'ni har bir tungulning har bir nimasining o'zaraligi, qimmati, o'zaro bog'lanishligi, o'rni, roli bor bo'lganga o'xshash. Xudo bizning hayotimizga har bir ishlarimizni shuna bog'lab mang'ichi Xudo o'zdir. Shuning o'xshash endi demoqchi o'g'lim nima desa, bugungi yuz bergan ishlar, bugungi nazarimiz uchun, bugungi hayotimizdagi ishlar uchun qaragan vaqtimizda boshqa bir nimani bildirsa, boshqa bir tushunchani bizga qilsa, keyingi, ya'ni biz bir mezgil o'tgandan keyin shu burungi yuz bergan, ya'ni bugungi ishni biz 10 yildan keyin bugungi yuz bergan, hayotimizda yuz bergan ishni baholagan vaqtimizda, ya'ni qaragan vaqtimizda bu ishning yuz berishiga sababining Xudoning ana shu irodasi uchun ekanligini biz har vaqt ya'ni tunib yetalaydigan shuna bir ish ekanligini biz bilalaymiz. Shunga o'xshash Yusufning bugungi bu hayotidagi yuz bergan ishlari keyin Xudoning qanday ishlarni amalga oshirish uchun Xudo yo'l qo'yib yetaklagan yo'l ishlar ekanligini bugungi ishlar orqali va keyingi Xudoning irodasi, cho'ng bir amalga oshirmoqchi irodasi orqali baho berish masala demoqchi. Xo'sh, biz nahsi qaraydigan biz mazmunga kelaylik. 37-bob, ya'ni Yaqub o'z otasi turgan Qanon rayonida o'ltiralishib qoldi deb, ya'ni biz oldingi bobda, ya'ni 35-bobda Yaqubning qaytib kelib, ya'ni Isoqni dafn qilganligiga oid mazmunlarni o'qigan, ya'ni qaytib kelganligiga oid mazmunni, ya'ni ko'rib o'tgan edik. Shunday qilib, ya'ni qaytib ya'ni shu joyda, ya'ni Qanon rayonida o'ltiralishgandan keyin yuz bergan ishlar, Yusuf shu vaqtda 17 yosh. Ya'ni 17 yoshlik bir yigit ekanligini biz ko'ra olamiz. Ham shundaqla atasının, yani Yusuf'ның atasının kichik, yani boshqa o'g'illar bilan, boshqa akalar bilan ular yordamlashib qo'yvoqqa chiqib, hatto akalar bilan birga qo'yvoqqa chiqqan vaqtlarda akalar bilan birga yurish jarayonida akalarning qilgan barliq yomon ishlarni
yomon deb qaragan ishlarni atasiga doim cheqadiganligini, ya'ni ma'lum qiladigan, atasiga cheqib, atasiga shu akalarining yomon ishlarini cheqib, shunday ishlarni qilganligini biz ko'rib o'talaymiz. Andan keyin biz yana bu yerda nimani ko'ra olamiz? Ya'ni Yusuf nimishga akalarining shunday qilgan barliq ishlarini atasiga cheqib, ya'ni atasiga ma'lum qilib, shunday ishlarni qilganligiga oid biz yana oxirgi qarasak, keyingi oyatlarga qarasak, ya'ni Yaqub bo'lsa, ya'ni Isroil bo'lsa, Yusufni boshqa o'g'illardan alayda yaxshi ko'radiganlarni. Ya'ni Yusufni aytib olaydigan, shunday aytiboliq o'g'il kim? Shu Yusuf. Yusuf shu Yaqubning aytiboliq o'g'li bo'lg'achqa, Yusuf shu barliq ishlarni cheqib, akalarining qilgan shu amisining akasiga cheqib, shunday qilib ishlarni qilganligini biz ham ko'rib olamiz. Hamda bu Yaqubmi, biz qaraydigan bo'lsak, Yaqubmi anasining aytiboliq bir balasi edi, ya'ni atası İshaq bo'lsa akasini, anasi Rebeqa bo'lsa Yaqubni alaydi, endi yaxshi ko'radi-ku. Shunga o'xshash bu ota-onasidan boshlangan shunaqa balalarga bo'lgan, ya'ni ayrim-ayrim amroqlik, ya'ni ikki farzandi bo'lsin, birisiga alayda amroqlik qilib birisini sal nima ko'rgan, shunaqa bir taraflama amroqlik shu nimasimi Yaqubmi shu ota-onasiga o'xshash o'zining, ya'ni o'z yaxshi ko'rgan ayollar Rahiladan tug'ilgan balasi Yusufni alayda yaxshi ko'rganligini, amroqligini. Chunki bu qeyrg'anda topgan, ya'ni Yusuf uning qeyrg'an vaqtida topgan, ya'ni balasi deb turib, biz buni tushunish tez emas deb qarayman. Ya'ni bizning aramizda ya'ni kichigini aytib olaydigan yoki keyin tug'ilganini aytib olaydigan shunaqa bir nima bor. Andan keyin normalda biz psixologiya bo'yicha nuqtasi bilan qarab o'tgan vaqtimizda bu ota-onalardagi bir qancha farzand bo'lsa, 2-3 farzand bo'lsa yoki 3-4 farzand bo'lsa, ularning ichida alayda birini alayda yoqtiradigan va yoki birini alayda deymiz, alayda ko'ngil bo'lmaydigan biri degan o'xshash, hamda ota-onalar orasida shunday farzandlarga o'xshash muomala qilmaydigan bu holat insonlarning orasida bu deganligi normal holatda shunday yushinib yurgan bir xil nimadak borlig'ini bu psixologiya nimasidan isbotlangan bir nima. Shuni o'xshash, endi demakchi nima desa, Yaqub qolgan farzandlariga qaraganda Yusufni alayda yaxshi ko'rganligini, alayda amroq ekanligini va shundaqla Yusuf otasining alayda amroqligidan foydalanib, ya'ni alayda amroq qilgan atvorliq balasi, ya'ni cho'ng ko'rib, shuna qo'yrug'ini ko'tarib deymizmi, bizning yerlik tilimizda qo'yrug'ini ko'tarib baqqan bu farzandi Yusuf bo'lsa, akalarining barliq qilgan ishlarini cheqib, otasiga akalarining yomon ishlarini cheqib qilgan bo'lgandan keyin, albatta akalari Yusufni yoqtirmaydiganligi bu bir tabiiy ahvol deb qarasam bo'ldi. Tabiiy holatda akalari Yusufni yoqtirmaydi. Bence bunu biz hammamiz kichik vaqtlarimizda hayotimizni başımızın kechirgan voqealar ishlar bo'lishi mumkin. Agar bir qancha farzand birga cho'ng'gan agar sizlar shu bir qancha farzand bo'lsanglar, oilada sizlar cho'ng'ilish jarayonlarida mencha bunday ishlarni ko'p bashinglardan kechiringlar deb qarayman. Shunga o'xshash, hatto shunga endi bu Yusuf bilan akalarining orasidagi ziddiyatning manbasi nima desa, biz qarasak buning manbasi ham atası Yaqubning Yusufni alayda yaxshi ko'rganligi va shunday Yusufni alayda onunla yan besib, onun qo'yrug'ini ko'tarib, ya'ni Yusufni alayda aytvorganligi sababidan qolgan farzandlar orasida, chunki farzandlar hammasi ota-onasining ko'ngil bo'lishiga erishishni xohlaydi. Yeni diqqatini tortishni xohlaydi. Lekin qolgan farzandlar otasining diqqatiga erishamagan, ko'ngil bo'lishiga erishamagan, balki qarindosh Yusuf bilan alaydan otasining ko'ngil bo'lishiga, diqqatini tortishiga erishganligi sababidan qolgan farzandlari albatta tabiiy holatda bu Yusuf, ya'ni otasi tarafidan aytvorlangan, otasi tarafidan suyulgan farzandga nisbatan başqacha bir hissiyat, başqacha bir tuyg'u, başqacha bir qarashning bu paydo bo'lishi tabiiy ahvol. Ya'ni shunday ziddiyat, ya'ni shunday tarbiya, ya'ni shunday oila muhit orqali kelib chiqqan bular Yusuf va qarindoshlar orasidagi shunday ziddiyatlarni biz yana ko'rib o'ta olamiz. Endi yana mana shunday oilasi orasida ya'ni otasining alayda Yusufni aytib Yusufni alayda ko'ngil bilib, Yusufni alayda yaxshi ko'rganligi sababidan qarindoshlari bilan Yusuf orasida shunday ziddiyat botdi. Aslında shunday ziddiyatlar ichida turayotgan bu uyga endi Yusuf bu yerda yana bir ziddiyat ustiga bir o't tushib, yana nima bo'ldi desa, yana tush ko'rdi.
Bu zamanlarda bo'lsa tushni, ya'ni tush ko'rib, bunda bir alay tushlarni ko'rgan vaqtlarda bu tushni haqiqatan nima deymiz, reallikqa oshirilgan, ya'ni real bo'lgan voqea deb ishini, ya'ni shunda qaraydigan bir bishorat kabi ko'ringan, shundoq bir nimalar umumlashgan vaqtlar desam bo'ldi. Ana shundoq oilasi orasida ziyorat bo'lgan vaqtida Yusuf tush ko'rib, hatto bu Yusuf ko'rgan tushlarini ikki qatim, ya'ni ikki xil tush ko'rdi, ikki qatimda berib aqllariga deydi. Ama Yusuf alaydı atış tarafından etivarlanıp, alaydı köngül bilinip, alaydı muamele elip, şunda bir bakkan, bekılgan bu Berzat Yusuf boğaşka. Akılları atış tarafından köngül bilinip, etivarlanğanlık tüpeyledin. Akıllarının aldıda hem bu akılları gerçi bununla ölçmenlik qilib, bununla qo'pol muomala, qo'pol gaplarni qilib, buni bo'zaq qilib qilgan bilan, lekin aqsida atisi buni qo'g'dab, atisi buni yaxshi ko'rib, atisi buni a'dolab turgan boshqa Yusuf akıllarının oldida ana shundaq, ya'ni buni nima deymiz, a'dollarchi shundaq mija saraytiri bo'yicha. Buni ya'ni yalik tilimiz bilan aytgan vaqtimiz biz qizlarni a'dolab çoğun qilgan qizlarni biz deymiz, malik mijaz deymiz go. O'g'illarni bo'lsa ham shahzada mijaz deymizmi? Shuning o'xshash endi bir a'dvolanib baqqanligi, a'dvolanib, ya'ni atis qo'yrug'ini ko'tarib olgan bo'lg'ashqa, Yusufmu aqllarining oldida, ya'ni aqllariga bo'lgan ana shuna behurmatlik, aqllarini, ya'ni qarindoshlariga bo'lgan bir qarindoshlari bilan bir inahlik, ular bilan bundaq bir nimaga munosabatga qaraganda bu o'zini alaydı ko'radigan takabburlarcha va bisham desak biroz nimdek keldi. O'zimning rost deb turib, men o'zimning rost qilganimni qilganda bu malaka mijaz, shahsiyat mijaz, oshna mijaz bo'ldi. O'zing qilganini, qilmoqchi bo'lganini, o'y xiyolini hammasini qilib cho'ngan. Shundaq bolalar bo'lg'ashqa, bular ata-onasiga bo'lgan hurmat yoki boshqalarga bo'lgan hurmat, boshqalarga bo'lgan esdashlik qilish degan narsalar bundaq o'zimning rost deb cho'ngan, a'tvolanib baqqan bolalarda asosan ojiz bo'ldi emasmi? Shunga o'xshash bu Yusufmi qarindoshlarining nimishga bunday qilayotganligiga pisand qilmasdan balki o'zi a'tvolanib cho'ngan, a'tvolangan shu mijoz xarakteri bo'yicha aqllariga bo'lgan boshqa hech qanday bir esdashlik bo'lsin yoki aqllariga bo'lgan boshqa bir nima bo'lmasdan balki aqllariga atisi buni qo'g'dayotgan boshqa aqllarga hamma o'zining barliq narsalarini bemalol deb turib ziddiyat soldigan, so'qish ziddiyat topadigan shunaqa bir mijoz xarakteri borligini biz ham bu yerda ko'rib o'talaymiz. Ya'ni tushini bevosita aytamizmi? Ya'ni etisi anglanglarmi bir tush ko'ribdiman deblam berib, ya'ni hammamiz etisi bug'doy bog'layotgan deymiz, mening bug'doyim. Shuni tusturg'iday deb, sizlarning bog'laganlaringlar mening atrofimda beshini egib, ta'zim qilib turg'iday deb valqi. Hozirmi hayotida atisi bu Yusufni alaydı a'tvolganligi uchun bu Yusufning degandek gap bo'lib, atisimi ham bu aqllarini Yusufning shu aqllar ustida degan gaplarga hamsi ishinib, Yaqub ishinib, aqllarini bo'lsa tanbihlab, aqllarini bo'lsa tarbiyalab, aqllarini bo'lsa, ya'ni nima deymiz, ayiblab, Yusufni ayiblamasdan a'tolab baqqanda, hozirgacha bo'lgan hayotida aqllari bo'lsa izchil Yaqubning Yusufni a'tolab, Yusufning degani bo'yicha shuna beqib qoligi uchun bu aqllari bo'lsa chatga qiqil qolgan emasmi? Ya'ni diqqat ko'ngil bo'lishi erishamagan aqllari. Endi bu Yusufning bu tushi orqali texmi albatta g'azabi keldigan bir tushda, ya'ni sizlarning bug'doyinglar mening bug'doyimga egilib ta'zim qilg'day degan gap, men sizlarning boshinglarda, ya'ni men sizlarning beshinglar bug'dayman degan o'xshash ashnaq bir ma'noni bu o'qsaqmi shuna boshqa aqllari shunga buning tushini anglagandan keyin, ya'ni Yusufmi bu tushini toza faxrlanib oladi aqllari degan vaqtida aqllar uning deydi, sen podshoh bo'lib bizga hukmronlik qilmoqchimi deb. Buni ibranicha o'qisak, sen podshohlarning podshohi bo'lmoqchimi? Sen bosh bo'lib, ya'ni hukmron bo'lib bizga hukmronlik qilmoqchimi degan o'xshash, ya'ni podshoh bo'lib bizni boshqarmoqchimi, hukmron bo'lib bizni boshqarmoqchimi, hukmronlik qilmoqchimi degan o'xshash ikki jumla, ya'ni kuchaytirdi. Yusufning podshohdek texmi a'tolini beshiga chiqadigan sen bizning beshimizga chiqmoqchimi degan o'xshash shunaqa Yusufning nimasini texmi kuchaytirildi. Ashun deb so'raydida aqllari. Yusuf tushini aqllariga o'rib bergandan keyin, andan keyin yana Yusuf yana bir tush ko'rib, uni aqllariga aytib bergandan keyin, ya'ni
Şimdi quyosh, ay va 11 yulduz manga ta'zim qilib turgudek desa, bunu atısıga aytib bergan, atısı gerçi hamda Yusufni izchil Yusufni aytib uning deganini qilib kelgan bo'lsin, buningda hamda anang, akalaring va sen mening boshqa mening sana bosh egib ta'zim qilishimizni o'ylamsan deb turib, o'ylamsan deb Yusufning nimasini tanbih bergan bilan gerçi bu yerda Yaqubmi Yusufni tanbih bergan bilan buning tushishi orqali mushunday ichki tushlarni ko'rish orqali burunmi aslimi bu Yusufning akalari Yusufga bek yoqtirmaydigan, Yusufga hasad qildigan shunday bir nimasi bordi. Endi bu tushini ko'rgandan keyin bo'lsa, teximdimi akalari Yusufga hasad qilib, chunki bu tushi bisharat kabi, ayni vaqt shu vaqtlarda bisharat kabi, bu reallik aylandi degan bir bisharat kabi, shuna bir unumlik nimasi bo'lg'ashqa, aqllar o'ylaydi-da endi. Bu tushi mushundoq amalga oshadigan bo'lsa, ya'ni mushbitan mingivasi Yusufning hozirgi alt, ya'ni gipi gap bo'lib, hozirganda mingivasi keyin bu bizni degan Yusufning tushini degan o'xshash bizni haqiqatan bu bizga bosh bo'lib bizga hukmronlik qildi degan o'xshash. Shundoq narsalarni aqllar o'ylab Yusufga texmo o'shmanlik qilib, hasad qilib o'shmanlik qilganini, bu ziddiyatning texmo kengayib texmo cho'nqirlab minganligini biz ko'ra olamiz. Shunga endi ikkinchi abzasga kelsak, shunga endi bular yana Yusufning aqllari yayloqqa yana qo'yib qilib ketgan vaqtida otasi ham Yusufni aqllarini yo'qlashga, ya'ni ular aman esanmi, qo'yib qotgan bo'lsa aman esan turyotamdi, shuni yo'qlab kelishga evatdi-da. Shunday evatgan vaqtida aqllari mush vaqalardan keyin ular yani Yusuf kelishdi, yani Iroqdan Yusufning kelayotganligini ko'rib, o'zaro ishchilarda maslahatlashib, Yusufni yo'qotmoqchi, yani ularning orasidan ko'zidan yo'qotmoqchi, o'ldiratmoqchi bo'lishni suiqasd o'ylaydi-da, yani planlashni maslahatlashadi. Endi demizim bularning suiqasd o'ylashiga maqsadimiz abay deganga o'xshash, yani shunda Yusuf bu tariqada, yani mushundaq ketaversa, o bizning beshimizga chiqdi degan bir o'yda qarindoshlari, yani akalari, shunga u bizning beshimizga chiqib, hozirmi ham bizning akamiz otimizga chiqib, otimizga mushundaq bizning gaplarimizni taqib, aytib, yetkizib, bizni hozir mushundaq chetga qaqqizayotgan Yusuf tursa, keyin agar tushi haqiqatan reallik aylansa, o bizning haqiqatan texmo bizim beshimizga chiqib, bizga balo o'g'ida degan o'y bilan akalari Yusufning ko'z oldidan yo'qotmoqchi bo'lgan mushundaq suiqasdini biz bu yerda tushuna olamiz. Ular başta o'ldirishni, ya'ni o'ldirib, nimasini o'ylagan vaqtida başta Ruben, ya'ni cho'ng o'g'li Ruben, Yusufning cho'ng o'g'li Ruben, ya'ni bunu Yusufni o'ldirishni, ya'ni qo'g'dab qolishni o'ylab, ya'ni qutqizmoqchi bo'lishni o'ylab, o'ldirmayli, cho'llik quduqtash bitayli deb shundaq maslahatni bergandan keyin ular keyin ya'ni Ismoil savdogarlar, ya'ni Ismoillarning kelayotganligini, savdogarlarning kelayotganligini ko'rib, kelayotganda, ya'ni shu Yahuda inimizni o'ldirib jinoyatimizni yoshirgandan biz uni setib etaylik deb turib, Yusufni 20 kumush tangaga setib etganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Endi 20 kumush tanga deganimiz ayni vaqtda qullarning bir qulning bahası, yani tan bahası 20 kumush tanga shu vaqtlarda hisoblandi. Shunga o'xshash bir qul sifatida, Yusufni bir qul sifatida shu Ismoil savdogarlarga setib etganligini biz ko'ra olamiz. Ham shundan bu yerda nima bular aqllari hamda Yusufni shuna setib etgandan keyin endi otasining yeniga borgan vaqtida Yusufning alqi to'ni boramiz, otasi tiktirib bergan to'nni, ya'ni o'g'lahning qiniga melab otasini oldiga borib, biz bu ali to'nni tepib oldik, Yusufning qanday deb otasining oldida o'zining shu qilgan suiqasdini yoshirish uchun Yusufning to'nini o'g'laqqa melab atasini aldıganligini biz ko'ra olamiz. Yani atası Yaqub yani Yusufni yetkish hayvonlarga yem bo'pti deb qarab, yani shu vaqtda yem bo'p o'lgandek, yani shundaq biladi-da Yaqub bu vaqtda Yusufni yetkish hayvonlarga yem bo'lib o'lgandek shundaq biladi. Yani biz qaraydigan Yaqubmi bu yerda balları tarafidan shundaq aldanganligini ko'ra olamiz. Qarasak Yaqub o'zimi atası sahni aksının o'rnida, yani aksının kiyimlerini kiyib, o'g'lahning tüklerini anası bilan til biriktirib, atasının xeylik duasini erish uchun aldigan emasmi? Tükler bilan qo'llarini ninqilib, atasini aldab, xeylik duasiga erishib olgan emasmi? Shunga o'xshash endi bu, yani Yaqubmi dastlabda qilgan shundaq xato, yani o'zining
Başqalarga qilgan muomalasiga o'xshash o'zimi shunday holatda shunday bir aldamchilik uchirgan davomli shunday aldamchilik uchirganligini biz ko'ra olamiz. O'zi atasini aldigandek o'zimi bolalar tarafidan ana shunday kiyimlar bilan ya'ni aldanganligini biz bu yerda ko'ra olamiz. Ana shunday hamda Yaqub yerda Yusuf tufaylidan hasratda shunday matam kiyimni kiyib hasrat qilganligini az tutqanligini, boshqa farzandlari qancha uningga tasalli bersa, uningga tasalli bo'lmaganligini ham bu yerda ko'ra olamiz. Ya'ni ABM deganimizdek bu yerda Xudo biz bir tarafdan Yusufning voqeasini ko'rsak, yana bir tarafdan biz Xudo nima ish qilyapti, bu voqealar orqali Xudo nima ish qilyapti deganni o'ylab o'tishimiz kerak dedik. Shuningga o'xshash Xudo ana shu Yaqubning o'g'illari orasidagi mushu ziddiyat orqali, ya'ni ziddiyatlar yo'l qo'yish orqali, hatto cho'ng o'g'illarining, ya'ni Yaqubning cho'ng o'g'illarining ana shunday qalbidagi ziddiyat, o'chmanliklar orqali, ya'ni suiqasdlar orqali Yusufni baş o'ltirayotmoqchi bo'lgan bilan, ya'ni dal shu vaqt biz qaraydigan bo'lsak, muqaddas kitobda dal shu vaqtda deganga o'xshash, dal shu vaqtda deganga o'xshash Xudoning alayda ish qilayotgan shu nimalarni dal shu vaqtda deb ifodalagan mazmunlar nihoyat ko'p muqaddas kitobda. Shunga o'xshash, chunki ular Yusufni o'ldirishni planlab qan vaqtida, ya'ni ular quduq tashlab Yusufni o'ldirgan ish qilib, ular ko'z oldidan Yusufni yo'qotmoqchi bo'lgan dal shunday vaqtda, uni quduq tashlab qan vaqtida dal shunday vaqtda, ya'ni Ismoilning ya'ni savdogarlari o'tib ketayotganligini, ya'ni Xudo Ismoilning savdogarlarini shu joyda o'tib ketdi. Dal shu vaqtda Ismoilning savdogarlari shu joyda o'tib ketayotgan vaqtida hamda bu Yusufning akalarimi Yusufni shularga setib etdi. Setib etgandan keyin Xudoning bu yerda Xudoning yo'l qo'ygan, ya'ni bu yerda foydalangan ikki voqelik nima desa, birisi akalar orasida ziddiyat orqali Yusufni İsmail'ning quliga o'tkazib, endi bu İsmail'ning ya'ni savdogarlari bu yerni o'tib ketayotganda bu İsmail'ning quli orqali Xudo endi Yusufni nega olib bu eng oxirgi oyat 37-bob eng oxirgi oyat, ya'ni 36-oyat qaraydigan bo'lsak, hali savdogarlar Yusufni Misrga olib, ya'ni savdogarlarning quli orqali Xudo Yusufni Misrga olib borganligini ko'ra olamiz. Endi Misrga olib berib, ya'ni qul savdosida endi bu burungi zamonlarda normal bir ahvol. Shunga o'xshash bu Yusufni odatdagi bir oilaga yoki boshqa bir oilaga sotmasdan dal kimniga sotdi desa, podshohning amaldoriga, ya'ni Yasavullah boshlig'i Potifarga sotayotganligini ko'ra olamiz. Shundaqmi o'til kelgan bormi deydi darajada shu qadar moslashgan bir qancha voqealikni biz bu Yusufning bugungi voqealigi orqali ko'rib o'tamiz. Amaliyotda biz shundaqmi moslashgan voqealiklar orqali Xudoning dal shunday vaqt soati, dal shunday ishlar orqali Yusufning hayotida nima ishlarni qilayotganligini, ya'ni Xudoning irodasining Yusufning hayotida qanday qilib boshlanganligini, Xudoning ishlarining Yusufning hayotida qanday qilib boshlanganligini biz shu voqealiklar orqali ko'rib o'tamiz. Shunga o'xshash bugungi Yusufning voqealiklari orqali biz buni tafsiliy o'qigan vaqtimizda o'zimizning hayotimizni ko'rib o'tamiz va yoki balkim hozirgi o'zimizning ahvollarimiz orqali balkim shu vaqtda Yusuf o'ylangan bo'lishi mumkin. O'ylab baksak, uyda bir shahzodaga o'xshash ativolangan bir Yusuf akalarni ko'rib yo'qlash uchun kelgan vaqtida akalari tarafidan o'zining qarindoshlari, o'zining bir tuqqan qarindoshlari hisoblangan shu qarindoshlari tarafidan setib etilishi, yüzsüzlerce setütilişen, yüzünün meydandan biz kögen vaktimizda qarindoshlari tarafidan şunday yüzsüzlerce setütilişi Yusufga nisbatan ham setütilib 17 yoshga kirguncha otasining bag'ridan tushmagan, ya'ni otasining aytolab beqishi bilan otasining yenidan yiroq ayrilmagan bu Yusuf o'sha akalarining qarindoshlarining yüzsüzler setütilishi bilan nega bordi desa, o'zi bilmagan, o'zining qilmagan shu Misr ziminiga elib ketilishi, Misr ziminiga elib borgandan keyin 17 yoshli Yusuf shu joyda hatta qulning sifatida Yasavullah, ya'ni podshohning amallari Yasavullah boshlig'iga setib etilganligiga oid shunday voqealar
biz o'zimizni Yusufning maydoniga qo'ygan vaqtimizda bizning hozir hayotimizda yeshilmayotgan ba'zan bir ishlar biz o'zimiz nimishki bundoq ishlar bo'ldi mening hayotimda nimishki davomliq mushundoq ishlar bo'ldi mangalam nimishki mushundoq ishlar keldi boshqalar o'xshash xotirjam normal bo'lgan hayot yashasammamdi deydiganlar deb o'ylaydigan nurg'un ishlarimiz bor menimcha bizning hayotimizning ustida shundoq bo'lsa-mu lekin bizning hayotimizdagi mana shundoq ishlar mana shundoq ishlar o'zaro moslashib eng oxirsida xudoning bir cho'ng bir qilmoqchi bo'lgan cho'ng bir va ulug' va kuch qudratli ishlarning bizning hayotimizning ustida amalga oshish uchun xudoning mana shundoq hayotimizdagi kelishmasliklar bo'lsin va yoki bir bizning qalbimizni ochiq qiladigan ishlar bo'lsin ana shundoq o'ngishsizliklar bo'lsin ana shundoq ishlarni xudo bizning hayotimizga yo'l qo'yish orqali bizning hayotimizda shu ishlarning yuz berishiga xudo o'zi yo'l qo'yish orqali bizning hayotimizda bizni yetaklab bizni pishildirib bizni tayyorlab bizning hayotimizni amalga oshirmoqchi bo'lgan cho'ng bir ishlarning cho'ng bir qilmoqchi bo'lgan ishlarning borlig'ini biz ham bu orqali ham tasvirlay olamiz. Ma'qul qarindoshlar, bugungi mazmunni mushunchalik ko'raylik. Biz ham keyingi son qismimizni ko'rishaylik. Bugungi qismdan boshlab Yusufga markazlashib, Allohdan Yusufga markazlashib, Yusuf orqali Xudoning qilayotgan ishlarini biz ko'rib o'tamiz. Ma'qulamiz qarindoshlar, biz ham keyingi son ko'rishaylik. Amanglar Xudodan kelgan aql farosat, donolik va cho'nqur tushuncha nasib bo'lishini tilayman. Hammalar aman bo'linglar.